Hurmatli obunachilar, Uchariq svetofordan gideta bir 50-60 metr yurganingizda shu joyimiz arendaga berilyapti. Qaranglar, yaxshilab aqlab beringlar. Shashlik qiladigan joylari ham bor. Kelishib qolsa, marojniy apparatni ham beraman deyapti. Sezon rosa ham yuryapti, gazvadasi bor. Shu yerda nima hot-dog qilaman desangiz ham hamma yo'g'i bor ekan. Qaranglar, zo'r. Mana o'tirgani joylari ham rosa ham shinam qilib dahshat qo'yishibdi. Qaranglar mana. Tayyor biznes kerak deganlar uchun yurib turgan joy. Bu zonani bilasizlar, hali litsey, mana shunaqa joylarda imminni. Mana shu xolodilniki ham, konditsioneri ham bor, qaranglar. Arendaga beryaptilar. Постоянный sezon bo'lib, haligi hot-dog qilsangiz ham, boshqa qilsangiz shashlik, hozir tem bo'li marojniy zo'r ketayotgan joyi. Aka o'zlari boshqa biznes qilaman deyaptilar, o'sha ishlab chiqarish. O'shani hisobiga bu joyimizda $400 qilib qo'ydik, arendasini oyma-oy. Yana ozmoz tushib beradi deyaptilar. Qishda xudo xolasa, hali sal pasayganda yana pasaytirib beraman deyapti. Ag'ini kelishamiz deyapti. Pastda raqamlar qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqib olishlari mumkin. Mana sizlarga tayyor biznes nima qilaman deb turganlarga alohida joyimiz, pul keladigan joyi. Hazilda eslatib o'taman, Rishtondan kelishingizda Uchariq o'ng qo'lga burilganingizda, jicha 50-60 metr kirganingizda chap qo'lda o'sha joyimiz. Bu yerda o'zlari yaxshi bilasizlar, rosa ham gavjun joy. Buxoro, Samarqanddan kelib turib, o'zi o'qiydi, o'quv markazlari rosa ham ko'p joyga joylashgan, biznesni zo'r tortadigan joydan. Bosinglar.